Meyve-çevalarni canlamay top setish. Sual. Assalomu alaykum ustoz. Hozir diyorimizda etizdagi yoki mashina harvalardagi meyve-cheva, qovun-tavuzlarni canlamay top setish avjilib ketdi. Bu savdoning hukmi nima? Alloh rozi bo'lsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, ali tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Kamchallab yoki janglab yoki sanab setiladigan tovarni kamchallamasdan yoki janglamasdan yoki sanamasdan top setish ko'z mo'ljari bilan qarisiga setish deb ataladi. Aslida savdo-sotiqning to'g'ri bo'lishi uchun tovarning asosli ahvoli ma'lum bo'lishi shart qilinadi. Lekin hamma jihatdan ma'lum bo'lishi shart qilinmaydi. Faqatla talash-tartish keltirmaydigan noma'lumlikqa ruxsat qilinadi. Odatda ko'z mo'ljari bilan qarisiga setishda tovarning kilo yoki son miqdori ma'lum bo'lmasa-mu, tajriba va odat bo'yicha umum miqdori bilan sufati mo'ljallanadi. Shunga savdo muomalada qulay bo'lish uchun shariat bunday shaklda savdo qilishga ruxsat qilgan. Ibn Umar roziyallohu anhu mundaq degan: "Men ochliqni ko'z taxmini bilan kamchallamay sotib olib, o'z turag'ularga yo'tkimay turib sotgan kishilarning payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonida urib jazolanganligini ko'rganman." Yana Ibn Umar roziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki ochliq sotib oladigan, uni to'liq topshirib olmay turib sotmasin degan. Biz ochliqni karvonlardan ko'z taxmini bilan kamchallamay sotib olatdik. Bu sababdan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bizni ochliqni o'z joyidan yo'tkimay turib setishdan to'sdi. Yana Ibn Umar roziyallohu anhuning o'g'li Ubaydulloh rivoyat qilib deydi-ki, uning otasi ochliqni ko'z taxmini bilan kamchallamay sotib olib, balchaqalarga ko'tarib boradi. Imom Navaviy bilan Imom Ibn Hajar mundaq deydi: "Bu hadisda sotquchi miqdorini bilsin yoki bilmasin, bir dova ochliqni ko'z taxmini bilan kamchallamay sotsa joiz bo'lganligiga dalil bor." Demak, sahoba kiramlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonida ko'z taxmini bilan kamchallamay savdo qilishgan. Olimlar buning joizligiga asosan ittifoq. Imom Shafiiy rahmatullohi alayhidan kelgan ikki qarashning sahihrakida makruh deb qaragan. Imom Malik bu savdoning joiz bo'lishi uchun bir qancha shart qo'ygan. Imom Ahmadmi shundoq. Masalan, bir dova ochliq yoki meva-chevani janglamay yoki sanamay turibla turuqqa qarab sotsa bo'ladi. Bir to'p charvini sanamayla turuqqa qarab sotsa bo'ladi. Bir parcha zaminni ko'limini o'lchamayla turuqqa qarab sotsa bo'ladi. Bir parcha raxtni metrlamayla turuqqa qarab sotsa bo'ladi. Bir to'p daraxtni sanamayla turuqqa qarab sotsa bo'ladi. Buning joiz bo'lishining muhim sharti tovarni ko'rishdir. Ko'rmasa joiz bo'lmaydi. Agar sotquchi tovarning sonini yoki kilosini yoki kamchiligini aniq biladigan bo'lsa, qarisiga sotib olmoqchi bo'lgan xaridorga deb qo'ygani tuzuk. Bo'lmasa, xaridorni qo'llagandek ish bo'lib qoladi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdulaziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom, 81 numaralı fatva.